Parazitlar haqida haqiqatlar. Parazitlar. Birinchi va eng asosiysi inson ruhiyatini boshqaradi. Eng avvalambor agressivlik, giperfaollik, bundan tashqari suiqasd qilishga moyillik va homila nobud bo'lishiga ham aynan parazit sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu ko'pincha farzandlarimizda kuzatiladigan holat, ishtaha kamligi, gemoglobin pastligi, ozg'inlik, aynan shu farzandingizdagi muammolar parazitlar hisobiga kelayotgan bo'lishi mumkin. Uchinchisi bu ko'proq balog'at yoshidagi farzandlarimizda uchraydi. Ich qotishi, teridagi muammolar, bo'y o'smasligi aynan parazitlar tufayli yuzaga kelayotgan bo'lishi va immun tizimini pasayayotganiga sabab bo'lishi mumkin. Sog'lom inson bo'lmoqchi bo'lsangiz, yiliga 2 marta albatta parazitlardan o'zingizni va oilangizni albatta tozalab turing. Agar farzandingizni yoki oila a'zolaringizni yo o'zingizni parazitlardan tozalamoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'ling va direktga murojaat qiling, biz sizga yordam beramiz. Parazitlar deganda ish qilib odamlarni tushunishmayotganmi-ki, u qurtlar, gelmentlar.